O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayev uchun Rossiya futbolidagi mavsum omadli yakunlandi. CSKA safida harakat qilayotgan legionerimiz Premyer Ligada bronza medallariga ega chiqdi va kecha bo'lib o'tgan Rossiya Kubogi super finalida armiyachilar Rostovni mag'lub etib, bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Ushbu bahsda asosiy vaqt durang natija bilan yakunlandi. G'olib penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda omad moskvaliklarga kulib boqdi. 4-3. Hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev 73-daqiqada zaxiradan maydonga tushdi. Uchrashuvdan so'ng vakilimiz o'zbek futbol ishqibozlariga murojaat qildi. Чемпионский коридор, какие эмоции! Я вас поздравляю с победой! Я хочу говорить на o'zbekiston. Hamma qo'llab-quvvatlab turganlarga kattaroq rahmat. Butun O'zbekiston xalqini g'alaba bilan tabriklayman. Xudo xohlasa endi 5-kuni ikkinchi g'alabani qo'lga kiritib, jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritamiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi 5-iyun kuni Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuvdagi durang natija ham bizni mundialga olib chiqadi. Shu munosabat bilan terma jamoamiz Dubayda o'quv mashg'ulot yig'iniga kirishgan. Yig'inda ishtirok etayotgan tajribali futbolchimiz Jaloliddin Masharipov oldinda turgan o'yin haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Hamma bolalarni kayfiyati hozir yaxshi. Oldimizda qanaqa o'yinligini bilib turibmiz. Faqat oshirib yuborish ham kerak emas, motivatsiyani o'yin paytida bu xalaqit qilishi mumkin. O'sha oldingi o'yinlarda o'ynashimiz kerak. Xuddi shunaqa nastroy bilan, xuddi shunaqa muhit bilan o'ynashimiz kerak deb o'ylayman. Slishkim oshirib yuborsak ham bu o'yinda zarar qilishi mumkin. Bosimdan qutulish uchun mana bolalarga kayfiyat ulashyapmiz. Bolalar bilan shunday nastroyeniyasini yaxshi qilib, sal xayolini sal ozgina bo'lsa ham chalg'itish, chunki faqat o'yinni o'ylayverish, hali o'yinga 5 kun, 4 kun vaqt bor, u xalaqit qiladi. Yo, jismoniy holatim yaxshi, chunki biza u yoqda 15-da chempionat tugagan bo'lsak, undan keyin 2 ta o'yin bo'ldi. Shu yana 15 kun biza klub bilan trenirovka qilib, tonusda yurdik. Hammasi joyida. Bu yerga qo'shildik, bu yerga ham havoga ancha adaptatsiya qilib oldik. Menimcha o'ylaymanki, hammasi yaxshi, hech qanaqa muammo yo'q.